Ekonomika management fakulteti haqida gaplashamiz. Uni 3 ta направленияsi bor. Общий menejment, menejment logistika и menejment business management. Xo'p, menejment ekonomika kimga to'g'ri keladi? Bu ko'proq управляющий должностьda ishlaydiganlarga to'g'ri keladi, kim ishlamoqchi bo'lganlarga to'g'ri keladi. Bu fakultetni bitirib любой государственный учреждениеga borib управляющий menejer bo'lib ishlasangiz bo'ladi. Agar misol uchun menejer logistikani bitirgan bo'lsangiz, logist bo'lib ishlasangiz bo'ladi. Также marketolog bo'lib ishlasangiz bo'ladi. O'zim ham shu fakultetda o'qiyman. Biznes management направлениеda. То есть menga o'zimga управляющий должность o'zimga yoqadi. Biznes management o'zimga yoqqani uchun shu fakultetni tanlaganman, shu направлениeni tanlaganman. Shu sohada qiziqishim bo'lgani uchun o'qib yuribman. Aytgancha, bu soha bilan, именно ekonomika menejment bilan kimga qiziqish bo'lsa, ichki ishlar vazirligiga ham kirsa bo'ladi ishga. Tanishim bor, yuridikini bitirib kirolmagan, no ekonomika menejment bilan bitirib kirganlar ham bor. То есть bu narsaga именно o'zimizga kelib обращаться qilsanglar ham bo'ladi. Bu именно PGUPS, то есть Путей сообщения университетda bitirgan kursdoshim. Ekonomika, можно nimada to'xtadim? Qabulda, все. Могу продолжать? Shuning uchun ekonomika menejment fakulteti tanlamoqchi bo'lganlar qabul ochildi, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. 2026-yilga.